Minecraft, lekin men dahshatli ayiq modini qo'shdim va bugun biz shu dunyoda omon qolishimiz kerak. Video boshlashdan oldin pastdagi obuna tugmasini bir urib ko'paytirib qo'yinglar. Like ham ortiqchalik qilmaydi. Agar shu video 100 ta like yig'sa, men bundan da dahshatli modlar bilan survival qilaman. Shuning uchun obuna bo'lib qo'ying. Unda boshladik. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Rolim va bugungi videoda biz mana shu ayiqni yo'q qilishimiz kerak. Unda boshladik. Ha, aytgancha menda mana bunaqa kitob bor, bu orqali qandaydir nastroykalar qilsa bo'lar ekan va menda yana mana bunaqa tuzoq bor. Buni ustiga bunday keladigan bo'lsangiz tushib ketasiz. Bu ayiqni tutishga yordam beradi. Yo, do'stlar, menimcha ayiq allaqachon shu yerda. Yo, mana u. Namchi tez bu yoqqa kelib oldi. Bu yoqqa kelyapti, qochish kerak. Hozir meni o'ldirib qo'yadi. Qoch. O'ldirib qo'ydi. Dahshat. Menimcha ayiq ketgan ko'rinadi. Unda biz mana bu temirchining ustaxonasiga kiramizda, mana bu narsalarni olamiz. Bularni esa kiyib olamiz. Xo'p, unda biroz chapamizda verstak, tayoqchalar va qalqonni yasaymiz. Xullas, tun tushguncha men o'zimga mana bu 1 tiyinga qimmat uyni qurdim va ikkita muammoga duch keldim. Birinchi muammo uyimni creeper portlatib yubordi. Ikkinchisi esa bunaqa turishda ayiq meni oldimga hech qachon kelmas ekan. Yo, buzilgan portalmi? Ko'raylikchi san nima bor ekan? Xo'sh, shim, oltin olma, yondirgalka va 1 tiyinga qimmat narsalar. Xullas, shunaqa qilib yarim soat ayiqni kelishini kutib tentirab yurdim va u nihoyat keldi. Yo, ayiq paydo bo'ldi. Yo, yonimda paydo bo'ldi. Qani u? Nima bo'lib qoldi? Nimaga zoom yoqilib qoldi? Qani qorong'i bo'lib qoldi. Nima bo'ldi? Yo'q qoldimi? Shu 2 soniyada bo'lib qoldimi? La'nati, nima bu? Yo, u ayiqni izi. Demak, o'sha yoqqa qarab ketganmi? A little longer than a few minutes later. Kimlarni ko'ryapman? Ayiq janoblarning o'zlarimilar. Hozir men olmamni yeb olayda. Hop, qilichni qo'lga olib jangga Namcha tez bu. Qanisan? Yana yo'q bo'lib qoldi la'nati. Xullas, men bundan zerikib ketdim. Shu yerda video tugatamiz unda. Xullas do'stlar, shu yerda video o'z nihoyasiga yetadi. 100 ta like yig'ilguncha ko'rishguncha. Налетели как саранча.